Bir millatning taraqqiyotiga, ertangi kuniga hasad borki, o'sha millatning boshida fitnalar uyushtiriladi. Shuning uchun azizlar, fitnaning negizi yolg'onga asoslangan, hasadga asoslangan. Ko'ra olmaslik. Bu hasad qilmasa, yolg'on gapirmasa, qanday qilib fitnani amalga oshiradi? Fitna oilalarni buzib yuboradi. Qarang, shunday Rasulullohning xonadonlariga ham fitnaning zarbasi yetgan. Hammanglar fitna bir qandaydir bir ish yuzasidan, boshqa yuzasidan boshingizlardan o'ylaymanki bir fitna o'tgan. Lekin o'sha chog'da baribir o'zingizlarni yo'qotib qo'ymasdan, o'sha chog'da biz uchun eng yaqin insonlar shu chog'da bilinadi. O'sha chog'da bilinadi. Boshidan fitna o'tgan odam keyin pishadi. Atrofidagilarni kimligini bilib oladi. Haqiqiy do'st yoki soxta do'st ekanligini. Hayot qiyinchiliklariga toblanadi. Fitnalar insonni toblaydi. Fitna ming hushyor bo'lganingiz bilan, ehtiyotkor bo'lganingiz bilan baribir fitna undan omonda qolib bo'lmaydi. Qarang, Rasulullohning xonadonlariga fitnaning zarbasi keldi. Rasululloh ham fitnalanib qoldilar. Oilalariga fitna qilishdi. Keyin bilsalar, o'sha fitnaning eng kattasi boshida turgani Hazrati Abu Bakrning bir qarindoshlari ekan. Hazrati Abu Bakr u kishiga bola chaqasining ko'pligi, ro'zg'oridan qiynalgan deb yordam berib yurar ekanlar, oyma-oy. O'sha fitna qilgan ekan Oysha onamizga. Bundan g'azablanib Hazrati Abu Bakr yordamlarini to'xtatib qo'ydilar, ko'maklarini. Qur'on oyatlari bilan tanbeh bo'ldi Hazrati Abu Bakrga va o'sha yordamni yana davom ettirdilar va shu kunga qadar qilgan yordamlariga yana bir hissa qo'shib 2 hissa yordamlarini davom ettiraverdilar.